7 yil oldin hech qanaqa futbolga emas, oddiygina uy bekasi bo'lib, bekorchi bo'lib o'tirgan paytim bo'sh vaqt topdim deguncha YouTubedan rus futbolgerlarining retseptlarini ko'rib o'tirardim. Pizzani qanchalik xato tayyorlashimni ana o'shanda bilganman. Pizza xamiriga hech qanaqa tuxum, sariyog', qaymoq, smetanalar solinmaydi. Oddiygina suv, tuz, dro'ja, shakar, zaytun yog'i va un solinadi. Agar sizda zaytun yog'i bo'lmasa, oddiygina o'simlik yog'idan foydalansangiz ham bo'ladi. 2-3 barobar yaxshilab boshib chiqqan xamirni qo'limiz bilan ehtiyotkorlik bilan yoyib, chekkasiga xohishiga ko'ra sosiska bo'lmasa so'masangiz ham bo'ladi. Yana ham chiroyli bo'lishi uchun kesib, chekkasini o'ziga tuxum surib qunjut sepamiz. Vaqtingizni ketkazib, o'zingiz qiynab sous tayyorlab o'tirmang. Undan ko'ra masilkadan tayyor burgerni sousni oling, aylantirib yaxshilab suring. Ustidan yaxshi eriydigan sir va sharoitga qarab uyingizda bor narsalardan soling. Manda kopchonni kolbasa, konservalangan qo'ziqorin va zaytun. Xamiringiz 100% yaxshi oshgan bo'lsa, baland gradusda pishirib oling. Ana o'shanda tez va yumshoqqina bo'lib pishadi. Bu masalliqdan manda ikkita katta, bittasi to'rtburchak, bittasi dumaloq pizza tayyor bo'ladi. Like bosib hoziroq saqlab oling. Eng yaqin do'koningizga jo'natib, menga obuna bo'lib qo'ying.